Zebaxon, o'ziga keldingizmi? Menga nima bo'ldi? Negadir ko'nglim o'ynayapti. Mazam bo'lmayapti. Biroz toliqibsiz. Uxlab qoldingiz. Bu meni duolarimning kuchi. Hozir boshingiz aylanmayaptimi? Ozgina bor. Hech qisi yo'q. Hozir o'zingizga kelib olasiz. Buni baniyat shifo deydilar. Hozir Salimga aytaman, ketayotganingizda yana damlama berib yuboradi. Ha, Qosimjon bugun meni oldimga kelishi juda ham shart emas. Olib kelgan narsalarini Salimga topshirib ketaversin. Ertaga xuddi shu paytda yana kelasiz, ha? Esingizdan chiqmasin. Men qora qo'chqorni so'ydirib, go'shtini tarqataman. Siz uchun. Keyin terisini Qosimjonning ustiga yopamiz.